Aha. Mana Uchidan olaymi? Uchidan onajonimga yordam beryapman. Hozir bidaga suvni qo'yaman. Suvlayveraman. Qolganini ham hozir olib tashlayman. Mana ozmuncha bedam qoldi. Bu yoqdan suvlayveraman. Xudo xohlasa bu ham o'sib qoladi. Ha, oching suvni. Mana shuni bitirib tashlasam, Xudo xohlasa bugun 3 xaltuk chiqadi. Bidalarimiz o'sib qolgan. Chiroyli bo'lib, tagidan mana o'sib kelyapti.